Bu mashinamiz taza 2025-yil ishlab chiqarilgan Midnight, shu burungi motorda. 2025-yil ishlab chiqarilgan. 100% kraskasi родной. Buning ham sakadisklarda turibdi, balonlari toza. Bu mashinalar qanchadan endi? Sharob og'a, aslan baholarni tushuntirib ketaverasizlar bir chetdan. Aslan baholarni tushuntiradigan bo'lsak, bu mashinamiz taza 2025-yil ishlab chiqarilgan Midnight, shu burungi motorda. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik shuni so'rab ham yuradi. Buning bahasi 153 million so'm, ustunda ozgina kelishlar bo'ladi, ko'p emas. Mashina yurmagan, nomeri olingan, birinchi nomerlari, birinchi nomerdan rasxod bo'lmaydi. 200 kilometr yurib turibdi mashina. Unda ko'p yurmagan. Mana hozir ishlarini ham ko'rishlaringizni mumkin, ko'rsataman. Toza paketida turibdi mana. Ishlar. Ko'rganlaringizdek avtomat коробка. Bular ne? Bu mashina mexanika 2019-yil ishlab chiqarilgan. Buning keng mana bu yerida mana eshigida mana shu yerda kichkina petnosi bor. Bo'lgani mana shu yerda, boshqa hech yerda kraska yo'q, родной. Probegi 185 ming. Hamma yeri toza, balon, metan, hamma narsasi bor. Eldimdan bir ko'rsatib bering. Puli 105 million so'm. Bu ham kelishiladi. Mana ishlari. Ishlari polniy to'shalgan, qimmat chexol, poliklar hammasi bor. Keyingi mashinamiz bu 2020-yil ishlab chiqarilgan, bu ham mexanika. Bunga avtomatning disklari qo'yilgan, balonlar ham toza, ishlari ham polniy to'shalgan bunga da. Buning ham metallari bor, hamma narsasi tayyor. Uning kraskasi kapotning mana shu yerida 5 sm yerida uchunda kraskasi bor. Onda seriozniy hech narsa bo'lmagan, просто o'zi ishlangan. Ishlarni ko'rishlaringiz mumkin. Probegi 119 ming. Chista o'zining yurgan hammasi bizda. Bahasini qancha dedingiz Sharob og'a? Bahasi 110 million so'm. Bundan ham kelishsak bo'ladi. Bittagina kelishadigan yeri bor. 110 million kelishadigan yeri bor deydi. 24-yil ishlab chiqarilgan avtomat. Ozgina petnosi bor mana shu krelda. Qolgan yeri 100% родной. Udar bo'lmagan, qirchilgani uchun o'zi ishlangan. Bu mashinamiz полный шумоизоляция. Hamma yerda шумоизоляция ishlangan. Chexol, polik hamma narsasi ishlangan, balonlar ham toza. Bu ham ilikmi ekan? Ilik ekan bu da. Mana ayollarni ham ko'rsatib bering. Balonlar ham toza ekan mana. 29 ming kilometr yurib turibdi. Puli 135 million so'm, 135 dan kelishamiz. Barter bo'yicha отдельный nomer qoldiramiz. Ana shu nomerga bog'lansa, любой mashinada отдельный gaplashaveramiz. Ana, eshitganlaringizdek. Shu nomerlarga bog'lansalar kelishib olasizlar. 22-yil mexanika. Buning oldinda kraskasi bor. Krelda, kapotida mayda-chuyda petnolari bor. Probegi 88 ming. Buning ham sakadisklarda turibdi, balonlari toza. Puli 105 million so'm. 105 milliondan kelishamiz. Puli вообще o'zine o'xshagan shokolad. Rangam shokolad. Ishlarni ko'rishlaringiz mumkin. Sharob og'a, metani bormi buning? Metanmi? Metani 4-pokoleniya metani bor og'a. Metan 4-pokoleniya ekan. Bu ham 100% tayyor mashina, olib tur, buni beraveradigan hech qanday rasvodi yo'q. Keyingi Cobalt mexanika 18-yil. 100 mingdan sal ko'proq yurgan. Buning metani yo'q, lekin puli 75 million so'm. 75 dan kelishamiz buni.
Pul arzon. 75 milyon. Ha. Eldilardan bir ko'rsatib beraman. Bir ikki yerinde mayda chuyda kraskalari var. İçlari mexanik ekan. $75 milyon dedi. Keyingi mashin 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1.6 Donus Lux konditsioner. O'shum eng fulli. Kraskasi bir ikki yerinde petnosi var. Onday udar yo'q hech yerinde. Polniy bungada shumaizolyatsiya ishlangan, akustikasi, yani kolonkalari qo'yilgan, subwoofer, magnitofon, signalizatsiya, eng so'nggi выпуска signalizatsiyalari modellari. İçlerine de çixol poliklari yaxshilaridan qo'yilgan. Balonlar ham toza, sakadiskalarda o'shum расход bo'lgan mashinga. Bunun yurgani 114 ming, 115 ming yurib turibdi. Chista o'zining yurgani bu. Motorlari açılmagan, hadovoylar ham polniy boshqacha etib ishlangan. Bir bilmem Lasetti'mi, Mercedes'mi shunday hadovoy ishlangan ekan. O'shun переделка ketilgan bir ikki yeri. Yurishi zo'r deydi вообще. Bunun puli 58 milyon so'm. Bundan ham ozgina kelishsak bo'ladi. 58 milyon. Bu Damazimiz endi puli 85 milyon so'm. Bu 23 bin kilometr yurib turibdi. 2025-yil ishlab chiqarilgan. 100% kraskasi родной, hamma yeri родной, toza. Yukka minilmagan, uyga minilgan. Balonlarini toza qo'ydik. Hali 10 kilometr ham yurmadi balonlar bilan. Новый balon. Metallar ham bor, hamma narsasi tayyor buning ham. Linoleum, chixol, polik hamma narsasi bor. Monitorlar necha qo'yilgan. Mana shu eshigi ochiq ana yoqqa. Bu yoqdan hozir kirib ichini ko'rsataman hozir. İçini ko'rsatib bering. Evakor poliklar qo'yilgan. Salonlar top-toza bo'lib turibdi. Shunga aytganimday, buning ham pulini kelishamiz. Ustida ozroq kelishsa bo'ladi. Qancha dediniz? 85 milyon so'm. 85 milyon. Polniy tayyor ama. Minib ketaveradigan bo'lib turibdi. Hech расход etmay. Hech qanday расход yo'q, to'g'ri minib ketaveradi. Yana aytganimday shu agar mashinalari bo'ladigan bo'lsa, olib kelsalar, mashinalarni iloji boricha qimmatroq baholab olamiz. Barter asosida da sotib olib qolsak ham iloji boricha qimmatroq baholaymiz mashinalarni. Mashina sotaman deganlar bo'lsa, olib kelsa, mana shu stoyankimizga qo'yib sotib ham beramiz, o'zlari aytgan bahoga. Masalan, birlar mashinani sota olmaydi-ku, bir bozor, ikki bozorga olib chiqib. Bozorma-bozor yurmayman desa, to'g'ri olib kelib shu yerga stoyankimizga qo'ysa, biz o'zlarimiz sotib beramiz. Hech qanday avaragarchilik hech narsasi bo'lmaydi. Dokument yoqlarına da yordam beramiz. Оформление yoqlarına. Aluvchiga da, sotuvchiga da. Mana shunday qo'yliklarimiz bor. Eshitdinglar obunachilar? Pastdagi telefon nomerlariga murojaat etib kelaverasizlar. Adres? Adres endi hamma bilsa kerak, orientirni. Yo'q. Bu yog'imiz Setkamol Поворот, 4 guldan kelish, 50 dan kelish. Bu yog'imiz Nukusdan kelish. Mana shu Beruniy ko'cha. Beruniy ko'cha desa hamma biladi. Adres mana shu yerda, mana Avtoliga, bizlarning stoyankamiz shu yerda. Bizlarda 100% ishonchli, chestniy bolalar ishlaydi. Stoyankamiz ham polniy hamma yerida kamera bor. 24 saat naблюдение, освещение bor. Qo'rqmay mashinalarni tashlab ketaman desa, tashlab ketsalar ham bo'laveradi. 100% ishonchli. Eshitdinglar obunachilar, kelaverasizlar Avtoligaga. Ko'chalar ham mana asfalt bo'lyapti, xudo xolasa hech qanday chang, lay bo'lmaydi. Mana qaytaldan hammasi ikkinchi qo'y asfaltlardan uryapti.